Ayollarda, ya'ni barcha davrda, qizlik davrida, ayollik davrida, homiladorlik davrida soch to'kilishlari haqida bafurja ma'lumot berib o'taman. Bu traksion alopetsiya deyiladi, ya'ni sochlarni juda ham qattiq rezinka bilan bog'lab qo'yish hisobiga bo'ladi. Shu bemorlar sochini yulishdan maza qiladi. Sochlarni yog'lanishi kuchayib ketadi, ya'ni bemor har kuni soch yuveradi, ertasiga yana yog'lanib qolaveradi. O'sha qizni dadasida yoki tog'asida, amakisida kimdadir shu holat bo'lsa, albatta shunday tepakallik holatlari kuzatilishi mumkin. Soch ekishni tavsiya qilmayman, sababi donor sohadagi, ya'ni boshni orqasidagi sochlar ham to'kilishga juda ham moyil bo'ladi. Erkaklarda ham, ayollarda ham albatta soch bor va soch har xil to'kiladi. Lekin soch to'kilishi ayollarni ko'proq bezovta qiladi. Ayollarda, ya'ni barcha davrda, qizlik davrida, ayollik davrida, homiladorlik davrida soch to'kilishlari haqida bafurja ma'lumot berib o'taman. Birinchi eng yoshligida, ya'ni qizaloqlik davridayoq ota-onalar qiladigan xato, aynan qizlarda soch uzunroq bo'ladi, shuning uchun sochlarni tepa sohasini rezinka bilan juda ham qattiq bog'lab qo'yishadi. Shuni hisobiga sochlar, mana bu oldi sohadagi sochlar asta-sekin siyraylashib, mana bu orqa sohadagi sochlar hammasi siyraylashib, tortilib boradi. Bu eng katta soch to'kilishlaridan bittasi bo'lib, nimaga eng kattasi deyapman? Chunki sochlar uzilib, keyinchalik tepasidan umuman soch chiqmay qoladi. Bunaqa holatda oxirgi chora ekish bo'lib qoladi. Bu holat katta ayollarda ham bo'ladi, ko'proq qizlarda ota-onasi ko'proq e'tibor bermaydi. Shuning uchun aynan shuni gapirib o'tmoqdaman. Yana bitta narsa, o'sha balet tushadigan qizlarda ham bu holat ko'p bo'ladi, chunki ularda ham sochlar tarang qilib orqaga bog'lab qo'yiladi. Bu traksion alopetsiya deyiladi, ya'ni sochlarni juda ham qattiq rezinka bilan bog'lab qo'yish hisobiga bo'ladi. Bir ota-ona kelgan, Xorazmdan kelgan. O'sha qizchasini olib kelyapti, apparatda ko'ryapman. Ko'rganimda traksion alopetsiya, ya'ni xuddi aytganimdek sochlarini tortib bog'lab qo'ygan. Apparatda ko'rganimda xuddi shu belgilar. Ota-onasiga aytdim, tushuntirdim. Tushuntirganda ota-onasi qanaqa dori tavsiya qilasiz deb aytishgan. Yo'q, hech qanaqa dori kerak emas. Faqatgina mana shu prichoskasini o'zgartirib, rezinka bilan umuman bog'lab yurilmasa bo'ldi. Shuni o'zi bilan yaxshi bo'ladi desam, yo'q, qanaqadir dori berish kerak-ku, yaxshi bo'lishi kerak-ku degan ma'noda gapirishgan. Aslida bir kasallikdan murakkablik qidirishimiz shart emas. Aynan shunday holatlarda prichoskani o'zgartirilsa bo'ldi. Shuni o'zi bilan yaxshi bo'lib ketadi. Agar shu prichoskani o'zi bilan yaxshi bo'lib yuraveradigan bo'lsa, unaqa holatda aynan soch tolalari uzilib, soch piyoschalari zarar ko'rib qoladi. Shuni hisobiga ham keyinchalik shu joylardan umuman soch chiqmay qo'yadi. Bunaqa holatda hech qanday dori, suradigan dori, sochga shampunlar deysizmi yo soch o'stiruvchi dorilar deysizmi, hech qanaqa dori tavsiya berganda ham umuman soch chiqmaydi. Traksion alopetsiya yosh kattalarda ham uchraydi. Ko'pchilik endi ro'molga kirgan ayollarda ko'proq bo'ladi. Ro'molga kirgandan keyin sochni albatta orqaga qattiq bog'lab yurishadi. Iltimos qiladigan narsam aynan sochni bo'shroq qilib bog'lab yurish bo'ladi. Aynan yon sohadan, mana shu sohadan sochlar asta-sekin orqaga qarab to'kilib boradi. Natijada shu sohalar umuman kal bo'lib ochilib qoladi. Buni orqaga qaytarish mumkin yoki agar ildizlari yo'q bo'lsa, soch ekish kerak bo'ladi. Soch ekishki, agar orqadagi donor soha yaxshi bo'ladigan bo'lsa, to'g'rilasa bo'ladi. Agar donor soha yomon bo'lsa, o'sha insonda sochlari umuman qayta tiklanmasligi mumkin. Albatta, sochni yig'ib yurishda shu holatlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ayollarda va o'sha ota-onalarda eng ko'p beradigan tavsiyam aynan sochga qattiq bog'lab yurmasdan yumshoq qilib bog'lab yurish bo'ladi. Ikkinchi bo'ladigan holat bu 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'ladigan qizlarda ko'proq bo'ladi. Bu trixotilomaniya deyiladi. Trixotilomaniya nima? Bemor sochlarini o'zi yuladi. Bilamizki, biz sochimizni tortganimizda sochimiz juda ham qattiq og'riydi, ya'ni yuldirishga qo'ymaydi. Lekin bunaqangi bemorlarda sochini o'zi o'ynab tortib tashlaydiki, umuman mana shu tepa sohasidagi hamma sochni yulib yuborsa ham umuman sochi og'rimaydi. Balki shu bemorlar sochini yulishdan maza qiladi. O'zini xuddi odam sigaret cheksa maza qiladi-ku, xuddi shunaqa bularda ham aura kelib qoladi. Aynan uxlaganda, yotganda yo dars qilib turganda nimadir qaysidir paytda sochlarini o'ynab yulib o'tiradi va shu holatdan ular juda ham maza qiladi. Bu holat qanday yuzaga kelib qolishi mumkin? Kichkina qizchalarda
bo'ladi. Uydagi doimiy janjallar hisobiga, qo'rquv, bosim hisobiga qanaqadir stress holatiga tushib qoladi va shuni hisobiga xuddiki alamini sochidan oladi. Ba'zi birlari shu ota-ona oldida ham yulib o'tiradi, ba'zilari shu ota-onadan qo'rqib uxlayotganda yoki hojatxonada sochlarini o'ynab yulib o'tiradi. Ko'pchilik ota-onalar bizga olib keladiki, aynan shu holat aniqlanganda ota-onadan so'raymiz, shu holat kuzatilyaptimi yo'qmi deb. Ota-onalar e'tibor bermaydi va 10-15 kun yoki bir oy kuzatib kelasiz deyishadi. Ba'zi ota-onalar aytishadi, umuman bolam kasal emas yoki jinni emas, o'zini sochini yulmaydi deb aytishadi. Lekin 10-15 kun kuzatgandan keyin rostdan ham yulish bor ekan deb aytib kelishadi. Albatta bunaqa holatlar juda ham ko'p uchraydi. Faqatgina ota-onadan talab qilinadigan narsa bolaga e'tibor berish. Agarda ota-ona vaqtida e'tibor bermasa, bu xuddi tirnoq tishlash kabi odatga aylanib qoladi. Keyinchalik sochini o'zi yulib tashlayveradi. Bu odatga aylanib, xuddiki bu odatdan umuman qaytib chiqib keta olmaydi. Shunaqa holatlar bo'lgan 20 yosh, 30 yosh ayollar keladi, sochini yulaveradi. Bu odat bo'lib qolgan. Buni umuman boshqa odatga aylantira olmaydi. Bemor sochini yulgandagina maza qiladi. Ularga psixolog bilan asta-sekin ishlab boriladi. Qo'llar o'sha boshqa narsaga o'rgatiladi. Sochlarni bo'lsa stimullovchi dori-darmonlar bilan davolab asta-sekin yaxshi qilinadi. Bu albatta uzoq vaqt talab qiladi. Kamida 3 oy, 4 oy talab qiladi va uzog'i 1 yil, 2 yilgacha asta-sekin ko'niktirib boriladi. Keyingi eng ko'p uchraydigan soch to'kilishi bu deyarli 90% ni tashkil qiladi. Bu androgen alopetsiya. Bu erkaklarda ham uchraydi, tepakallik deb nomlanadi. Aynan mana shu farq soha siyraylashib asta-sekin ochilib boradi. 12 yoshdan boshlanishi mumkin bu soch to'kilishi. Belgilari o'sha erta yoshlik davridayoq soch to'kilishi ko'payadi, sochlarni yog'lanishi kuchayib ketadi. Ya'ni bemor har kuni soch yuvaradi, ertasiga yana yog'lanib qolaveradi. Keyingi belgisi yuzda ugrilar ko'payishi yoki tuklarni ko'payishi bilan birga kechishi mumkin. Androgen degani o'zi o'sha jinsiy gormon degani, gen degani, ya'ni nasliy o'tadi degani. Bu holat deyarli 100% nasldan naslga o'tadi, faqat hammada birday paydo bo'lmaydi. Aytaylik, kimdadir paydo bo'ldi, uni nevarasida yo chevarasida kimdadir yana xuddi shu holat qaytalanishi mumkin. Bu holat hammada birday ketmaydi. Asosiy sababi albatta aytib o'tdim, nasliy omil. Bundan tashqari testosteron va estrogen, ya'ni ayollik va erkaklik gormonlarining nisbati o'zgarishi hisobiga ham paydo bo'lishi mumkin. Bularni inobatga olgan holatda bemorga davolash taktikasi olib boriladi. Albatta bu holat ko'pchilikda kuzatiladi. Ko'pchilik bemorlar xavotir olib kelishadi, qaytalanadimi deyishadi. Albatta kasallikni ma'lum bir davrida davolasa albatta qaytalanadi. Ya'ni to'liq tuzalish kuzatilishi mumkin. 45 yoshli bemor kelgan, sochlari juda ham ochilib ketgan. Uni tagini ko'rib olganimizda, ya'ni tirxoskop degan apparat bor. U apparatda sochlarni tagi, terining holati, sochlarning holati tekshiriladi. O'zini belgilari bor, ya'ni soch chiqadigan bo'lsa, o'sha teshikchalari ko'rinib turadi. Agar soch chiqmaydigan bo'lsa, usti fibrozlanib, ya'ni chandiqlanib yo'q bo'lib ketadi. Aynan shu bemorda soch ildizlari umuman yo'q bo'lib ketgan. Ildizning usti yopilib qolgan va bemorda umuman qaytalanish ehtimoli deyarli 0 holatga kelgan. Endi ekish bor, lekin ekishga ham donor soha juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Lekin u ayolda donor soha sochlari ham juda ham yomon bo'lib ketgan. Deyarli qaytalanish, ya'ni tuzalish ehtimoli deyarli 0 holatga kelib qolgan. Bunaqa holatda endi qolgan sochlari ham tushib ketmasligi uchun, qolgan sochlarni saqlash uchun lechena qilib boriladi. Lekin ayollar bu narsadan umuman xavotir olmasliklari kerak. Chunki erkaklarga o'xshab umuman silliq bo'lib, tepakal bo'lib qolishmaydi. Faqatgina tepa soha siyraylashib, ochilib qoladi. O'sha qizni dadasida yoki tog'asida, amakisida kimdadir shu holat bo'lsa, albatta shunday tepakallik holatlari kuzatilishi mumkin. O'ziga o'zi tashxis qo'yishni aytib o'tib ketaman. O'zlari kuzatganda boshida aytib o'tgan narsalar tez yog'lanishi, aynan tepa sohani siyraylashib, ochilib borishi. Mana shu holat androgen alopetsiyaning asosiy belgisi. Sochlar asta-sekin to'kilib, ochilib borishi mumkin yoki birdaniga juda ham ko'p to'kilib borishi mumkin. Boshida aytib o'tganimdek, 12 yoshdan boshlanishi mumkin va u yog'i asosiy eng ko'p to'kiladigan davr 18-20 yoshni tashkil qiladi. Avvallari 30-40 yoshdan boshlangan bu holat, lekin hozirgi kunda yosharib
15 yoshli qiz ham, 18 yoshli qizlar ham juda ham ko'p ko'rikka kelmoqda. Bu holat akseleratsiya, ya'ni tezlashish deb aytiladi. Bu holatni yana bir alohida video qilib o'tiladi. Davolashga kelgan bemorlarda birinchi bo'lib traxoskop, ya'ni bosh terisini 30 marta, 60 marta kattalashtirib ko'rsatadigan apparat yordamida tekshirib olinadi. Ya'ni sochlarni qanday holatdaligi, sochlar to'kilib ketgan bo'lsa, ildizlari bor yoki yo'qligi, terida yallig'lanish bormi yo'qmi, uni tekshirib olinadi va shunga qarab davolash muolajalarini ham olib boriladi. Albatta qo'shimcha tekshiruvlar kerak bo'ladi. Aynan ayollarda gormonlarni boshida tekshirib qo'ygan yaxshiroq. Shunga qarab u yog'i davolash olib boriladi. Davolashki oddiy doridan boshlab murakkab dorilargacha olib boriladi. Sizlarga qandaydir dorini tavsiya qila olmayman, chunki ma'lum bir tekshiruvlardan keyin bu dorilar tavsiya etiladi. Sababi bitta dorini yaxshi tomoni bo'lsa, qo'shimcha yomon tomonlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemorning yoshini, holati va qo'shimcha kasalliklarini inobatga olgan holatda davolash olib boriladi. Keyingi yana bir holat bu tug'ruqdan keyingi soch to'kilishi. Bu holat juda ham ko'pchilikda uchraydi va ko'p ayollar murojaat qilishadiki, aynan tuqqandan keyin o'sha bola 3 oylik bo'lgandan keyin yo 5 oylik bo'lgandan keyin soch to'kilishi juda ham ko'payib ketadi. Ko'payib ketgandaki aynan mana bu yon sohalari umuman ochilib ketadi va shundan xavotir olib ko'pchilik murojaat qiladi. Bu holat tug'ruq paytidagi stresslar hisobiga, tug'ruq paytidan keyingi o'sha gormonlar joyiga kelguncha va tug'ruq paytidagi o'sha qon ketishlar, qon bilan birga oqsil va gemoglobin yo'qotilishi hisobiga yuzaga keladi. Bu holat, takror aytib o'taman, qaytar holat hisoblanadi. Ya'ni hech qanday davo choralari olib borilmasa ham o'z holatiga qaytadi. Ko'pchilik xavotir oladi, sochlarim qaytib chiqmaydi deb. Yo'q, qaytib chiqadi. Avvalgi holatga albatta qaytadi. Bola 1 yosh, 1,5 yosh bo'lguncha sochlar holati qaytishi kerak. Agar qaytmasa, keyin lecheniya olib boriladi. Lekin ungacha emizikli bo'lsangiz, albatta hech qanday dorilar tavsiya qilmayman. Chunki berilgan dorilar bolaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun davolashni bola 1 yoshga to'lgandan keyin yoki 1,5 yoshgacha agar to'kilish to'xtamasa, keyin olib borishni tavsiya qilaman. Albatta shifokor nazoratini ostida. Ayollarda eng ko'p uchraydigan holatlardan yana bittasi bu diffuz soch to'kilishi hisoblanadi. Hozirgi aytib o'tgan o'sha tug'ruqdan keyingi soch to'kilishi ham diffuz soch to'kilishiga kiradi. Bundan tashqari bir kasallik holatlari borki, ichki organdagi o'zgarishlar hisobiga yuzaga keladi. Ayollarda ko'proq gemoglobin kamligi hisobiga ham diffuz soch to'kilishi yuzaga keladi. Ya'ni ayollar o'sha menstruatsiya paytida doimiy qon yo'qotib turadi. Shuning hisobiga ularda temir yetishmasligi, kamqonligi hisobiga sochlar to'kilishi vaqti bilan kuzatilib turishi mumkin. Bundan tashqari turli vitaminlar yoki doimiy stresslar hisobiga ham soch to'kilishlar yuzaga kelishi mumkin. Operatsiyadan keyin, chunki operatsiya paytida o'sha narkoz beriladigan dorilari, operatsiya oldi, operatsiyadan keyingi og'riqlar, operatsiya oldi, operatsiyadan keyingi o'sha qanaqadir odamni ichida o'tadigan qo'rquvlar hisobiga soch to'kilishi kuchayishi mumkin. Bu holat soch to'kiladigan bo'lsa 6 oygacha davom etishi mumkin. Ya'ni davolash olib boriladi, jarayon to'xtamaydi. Yozib qo'yilgan, agar diffuz alopetsiya bo'ladigan bo'lsa 6 oygacha davom etishi mumkin. Bu degani davo choralari ta'sir qilmayapti degani emas. Aksincha davolash sekin-sekin olib boriladi. To'kilgan sochlarni albatta joyiga keltirish uchun asta-sekin davolash olib boriladi. Bemor 6 oydan keyin tuzalish bosqichiga o'tadi. Sochlari asta-sekin qaytalanib boradi. Agar davolamasichi degan narsa ham bor. Davolamasa sochlar to'kiladi. U yerda borgan sari o'sha yog' bezlari, sochni yog'lab turadigan yog' bezlari qurib boradi va natijada yuzasida chandiqlanish yuzaga keladi. U holat keyinchalik boshida aytib o'tganimdek, umuman davolash keyinchalik imkonsiz bo'lib qoladi. Ayollarda ko'proq soch ekishni tavsiya qilmayman, sababi donor sohadagi, ya'ni boshni orqasidagi sochlar ham to'kilishga juda ham moyil bo'ladi. Shuning uchun vaqtida davolash olib borilsa, jarayon albatta yaxshi tomonga o'zgaradi.
Keyingi holat bu o'choqli alopetsiya. Albatta, o'choqli alopetsiya haqida ko'p ma'lumot berib o'taman avvalgi videolarda. O'choqli alopetsiya avtoimmun kasallik, ya'ni immun tizimga bog'liq kasallik. Bu xohlagan yoshda, xohlagan vaqtda paydo bo'lib qolishi mumkin. Albatta, buni ham vaqtida davolasa, sochlar yaxshi bo'lib chiqib ketadi. O'choqli alopetsiyaga o'xshagan yana bir qancha kasallik bor. Ularda farqi nimada? Ularda ko'pincha soch to'kiladi, lekin qaytalanib chiqmaydi soch. Oldingi fibrozlanuvchi alopetsiya, follikulyar krasniy ploskiy lishay bular chandiqlanib boruvchi kasalliklar hisoblanadi. Ayollarda birmuncha ko'p uchraydigan holat. Albatta, nisbatga oladigan bo'lsa, tepakalik o'sha androgen alopetsiya eng ko'p uchraydi, lekin bu holatlar ham nisbatan uchrab turadiki, bemorlar kelganda apparat yordamida ko'rganimizda shu holat, ya'ni chandiqlanib borayotgan soch tolalari ko'zga ko'rinadi va bemorlarni juda ham katta xavotirga qo'yadi. Albatta, shuning uchun birinchi o'rinda soch to'kilish boshlandimi, shifokor nazoratiga borib, birinchi qon analiz yoki UZI qanaqadir tahlillar emas, birinchi o'rinda sochlarni tagini tekshirib, qanaqa kasallik ketayotgani va bu kasallik nimadan ketayotganligiga qarab turib, keyin analizlar ketilsa, shunda bemorni vaqti ham tejaladi, hamyoniga ham birmuncha foyda bo'ladi. Videoni albatta shu joyigacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, sizda yoki tanishlaringizda ushbu holat kuzatilganini sezishingiz mumkin. Albatta, tanishlarda ham shunday muammolar uchrab turgan bo'lsa, ularga ham yuborib qo'ying. Albatta, manfaatli bo'ladi va videoga layk bosing. Sizda ham soch bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qiling. Albatta, tajribamdan kelib chiqqan holatda sizga yordam bera olaman.